Hürmetli vatandaşlarımızın şeyimizi devamlaştırırız. Çavuşan meselesi bu fakat kıstırma koy. Amerika, Yaponiya, Jungo tehdidiga herkes sel qaramaydı. Amerika bilen Yaponiya, Jungo tehdidiga herkes sel qaramaydı. Mavzulu xabar 12 ayının 14 günü Amerika avazdan Xitaychilik programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Yaponiya bir nafar sobiq hukumat amaldori haftaning 4 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya ikki davlat Çavuşanning yadro tahdidi ostida Jungo tahdidiga bo'lgan hushyorligini hargiz tuvallatmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati kelar hafta e'lon qiladigan yangi davlat bexatarligi strategiyasi dokladida Rossiya bilan Jungo xalqaro tartibga tahdid deb ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat bexatarligi maslahatchisi McManus yaqinda mundaq ko'rsatdi. Amerika yaqinqi yillardan beri ko'plagan raqobatlashib sahalarini Jungo bilan Rossiyaga berib etdi. O mundaq ko'rsatdi. Amerika qudratli armiya qurishi va Amerikaning ta'sirini ilgari surishi lozim. Xalqaro masalalar mutaxassisi George Madison Universiteti Xalqaro bexatarlik bo'limining mudiri Ellen Leibson xonim haftaning 4 kuni Washingtonda bilim haznesi muhokamaga qatnashganda mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning amaliy kuchi qaramoqqa bir o'sib bir tushganda ko'rinsimi, lekin qaytirgan inkas hammasi degidek yuz berdigan soha geopolitikalik siyosat o'zgarishidir. Amerika bilan Jungo o'rtasida siyosat bundaq o'zgarib turdi, lekin o'zgarish yuz berdigan soha geopolitikalik siyosat sohasidir. Buna diqqat qiling, jumla vatandosh. Bu so'z esingizda bo'lsin, men sizga tavsiya qilaman. U mundaq ko'rsatdi. Navbatda mushu mazgilda Xi Jinpingning huquqi o'rladi. Davlat ishini tizginlashni kuchaytirdi. O'xshashla tashqari dunyo shuni ko'rib yetdiki, Jungoning yer shari sahnasida kuchi va ta'siri yuqori o'rlash bosqichi ko'tarildi. Selishtirganda Amerika o'ngsizlikka uchirdi. Amerikaning nisbiy va mutlaq kuchi ta'siri uzungacha serilish qarab mangdi. Bu jumlalar balki qistirma yoki nima qistirma emas, pistirma. Tushundingizmi? Strategik siyosatda bir pistirma qo'yib deb o'ylayman men. Men Amerikaning kuchi tuvallash qarab serildi degan gapga men ishonmayman. Shunga men buni pistirma qo'yib bu maqolada deyman. Qarab mangdi. Bu bizning Trump hukumatining masalasi emas. Prezident Trump prezident bo'lib saylanishdan burunli boshlangan geopolitikalik siyosat o'zgarish edi. Yaponiya bilim xazinasi yer shari strategik tadqiqot institutining mudiri Gong Bayang Yan, Yaponiyaning ismi yomon tasgan vatandoshim. Gong Bayang Yan mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yaponiya Jungo tahdidida hushyor turishni hargiz tuvallatmaslik lozim. Amerika bilan Yaponiya Jungo tahdidida hushyor turishni hargiz tuvallatmaslik lozim. Gong Bayang Yan mundaq ko'rsatdi. Osiyoda biz diqqat qiladigan davlat Jungo bo'lish kerak. Bu Yaponiyalik arbab nima deydi? Osiyoda biz diqqat qiladigan, ya'ni Amerika bilan Yaponiya diqqat qiladigan davlat Jungo bo'lish kerak. Çavuşan masalasi albatta muhim. Qisqa mazgil ichida Çavuşan bir masala. Uzundan aytganda bir qistirma qo'y. Bu uzunni hisoblashib biz uzunni hisobga olishimiz lozim. Jungo bilan uchrashib, Jungoning o'xtam tashabbuslarini cheklaydigan chora topishimiz lozim. Lekin biz hozir nima qilishni hozir bilmayotimiz. Xalqaro Cumhuriyet İnstitutining raisi Daniel Tevening
muhokama yig'inida mundaq masalani o'tirib qo'ydi. Amerikaning bexatarligiga tahdid paydo qiladigan manba mustabid hukumatlardir. Ya'ni mustabid hukmronlikdir. TV'ning mundaq ko'rsat. Biz Çavuşan meselesiga duch keldik. O'rta Sharqda radikalistlarga duch keldik. Rossiya bilan jungu ta'sir doira turg'izib ayrilishyapti. Ayrilyapti. Bularning hammasi bexatarlik xiristlarni elib kelyapti. Men o'ylayman. Navbatda Amerika hukumati oldiga bir qadam tashlab bu xatarlikka yetib kelayotgan xiristlarning bu xatarlik kechiringlar. Bu bexatarlik yetib kelayotgan xiristlarning boshqarish bilan munosabatli ekanligini aniq tanib olish lozim. TV'dan mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati kishilik huquq va umumiy qimmat qarashlarini so'zlashdan qochmasligi lozim. O mundaq ko'rsatdi. Bu tahdidlar mustabid davlatlardan kelyapti. Boshqarish yaxshi bo'lmagan davlatlardan kelyapti. Biz umumiy qimmat qarashlarining Amerikaning bexatarlik manfaatiga ta'sir ko'rsatishining manzarasi, ta'siri va rolini ochiq ko'ngillik bilan muhokama qilishimiz lozim.